Fermer, ishlaringiz yaxshimi, to'ylar boqyapsizmi? Biz bugun mana qo'ramizni tagini tozaladik. Shu jarayonni sizlarga ulashishga ehtiyot qildik. Hamma bir narsani unutadi. Doim qo'rani tagini tozalaydi, lekin dezinfeksiya qilishni unutadi. Bu shu holatda dezinfeksiya o'ta muhim rol o'ynaydi. Chunki go'ngni tagidan har xil tashqi parazitlar, kana, bit, burga shunga o'xshagan parazitlar bo'lishi mumkin. Shunga qarshi, har ehtimolga qarshi kurash e'lon qilib qo'yamiz. Menda zahardan bor ekan, mana operator ko'rsatib 10 litrga 10 gramm qo'shib qo'ylar dezinfeksiya qilmoqchiman. Qo'ylar va qo'rani hamma joyini dezinfeksiya qilamiz. Shu borada yana bir ma'lumot, ventilyatori borlar ventilyatorni o'chirib qo'yish kerak. Chunki qo'ylar shamollatib qo'yishi mumkin. Mana biz dezinfeksiyani ham tugatib oldik. Barchani qo'rasiga baraka. Bu videoni qo'y boqadigan do'stlarimizga yuborib qo'yishni unutmang.